Kia Bongo mashinasiga benzin motor o'rnatildi. Benzin motor, 2 объемlik turbina. Bakillarga shnaykalar chiqarib qo'yilgan. 4-bakildan o'rnatib olishadi. Yurgizchi. Bu o'sha motormi? Yo'q, o'sha motor. O'zining gaz ballonlari qoladi. Orqasiga benzin baklari qo'yib, benzinga ishlatib beramiz. Ikkita gaz balloni o'ziniki turadi, paketlarga ulatib, cho'tga qilib beramiz. Bu yerda ham mashinaga motor qo'yilyapti. Orqa tarafga ham motor qattiq ishlar bo'lyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.